oila qurishda qiyinchiliklarsiz ilojisi yo'q. Agar bir-biri bilan yo ikki yosh sevib turmush qurgan bo'lsa, bu narsani preodolet qilish, ya'ni bu narsadan o'tib olish osonroq deb o'ylayman. Chunki bir-birini kamchiliklariga ko'zini yumib ketadigan joylar bo'ladi. Bir-birini to'ydan oldin, faqatgina o'sha to'ydan oldin tanishib, ota-onasini anaqasi bilan rozi-rizoligi yokida tanishtirishgani orqali turmush qurgan yoshlar hali hech qanaqa tuyg'ularsiz turmush qurganda qiyinroq, tayinli tanimaydi va to'ydan keyin qanaqadir minuslari chiqishni boshlasa, prosta tak o'sha narsa mayda narsadan katta janjalga olib kelishi mumkin. O'zicha bunda olib qarasangiz, katta janjalni sababini surishtirsangizchi, mashincha narsa bo'ladi, zarracha narsa bo'ladi. Qanaqadir didi gap bo'ladi yoki qilinmagan ish bo'ladi. To'g'risida tayinli narsa bo'lmaydi. Insonning ichidagi negativlari yig'ilib bora katta bumga aylanadi. Bomba bo'lib o'sha katta narsaga olib keladi. Sevishib turmush qurgan ham yaxshi-da, shunaqa payt bir-birini tushunadi, ko'radi. Ko'pchilik minuslariga mayli o'rganib oladi, mayli qilib ketadi. O'rgatib olaman deydi. O'shanaqa paytda sabr qilish kerak-da boshida. Sabr qilmasa, hayotini birinchi yillarida ham ajrashib ketish hech qancha emas.